Shu bolani olaylik. Ha, qo'ysin-chi. Ha, to'xta, savob bo'ladi, oshna, to'xta. Qo'ymaysan ekan. Ukam, qayerga ketyapsan? Amaki, dadam oldiga ketyapti edi. Mashina to'xtamayapti edi. Yo'lga chiqib qolsam maylim? Chiq, ukam, yo'limiz kakras, tashlab o'tib ketamiz. Jiyanim, dadamni oldiga dedingmi? Ha. Nima, dadang bilan birga yashamaydimi? Ha. Alo. Bo'l dada. Jahongir yaxshimisan o'g'lim? Kelishingda 4 dona shashlik olgach kelgan o'g'lim. Ashuli ko'chani boshiga chiqsangiz, stalovoy bor, olib kiravering. Shunga ham meni bezovta qilasizmi? Ishday odamman men. Mensiz bir ishni qila olmaysizlar. Ko'rmaysanmi dadamni? Amaki, shu yoqda to'xtab qo'ying. Shu yergami? Ha, shu yerga. Bu yer qabriston-ku. Yo'q, qabristonmi? Nima? Dadang bu yerda go'rkonmi? Yo'q, amaki. Rahmat amakilar. Arzimaydi, ukam. Lekin sen bu yerda nima qilasan? Amaki, dadam vafot etganiga 5 yil bo'ldi. Har sog'inganimda qabrlarini ziyorat qilishga kelib turaman. Assalomu alaykum. Dada, meni kechiring. Ishga qizishib ketdim. Ketdingmi? Do'stim, yaxshi bo'ldi dadangga telefon qilgan. Otalarimizni borida qadriga yetaylik. Yur. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'lim ke. O'g'lim keldingmi? Ha, keldim dada. Mana aytgan shashligingizni olib keldim. Barakalloh o'g'lim. Barakalloh. Mana meni xafa bo'lmadingizmi? Qiziqsan o'g'lim. Ota o'z farzandidan ham xafa bo'ladi. Sizlarga va'da berdim. Bolalarim, kelinglarchi mana. Sizlarga va'da bergan shashligim ham keldi. Qarang. Hurmat Safo. Olingchi o'g'lim. Ha o'g'lim, ha. Yaxshi meni yolg'on chiqib qo'ymading. Nevaralarimga dadangga aytaman shashlik olib keladi deb va'da berib qo'ygan edim. Ha, dadam. Qachon o'zingizni o'ylaysiz? Men yoshligimda menga g'amxo'rlik qilardingiz. Endi meni farzandlarimga g'amxo'rlik qilyapsiz. O'g'lim, farzandlariga g'amxo'rlik qilmagan ota degan nomga loyiq emas. Dada, meni kechiring. Bilib-bilmay dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam. Sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr.